ayoliga uylanishdan oldin tilxat yozdirib, men agar ajrashadigan bo'lsam, erimdan hech qanaqa davoyim yo'q deb tilxat yozdirib, keyin uylanayotgan bo'lsa, bunaqa uylanish ishonchsizlik asosida qo'rquv, xavotir, ertaga mol-mulkidan ayrilib qolish qo'rquvi asosida oila qurayotgan bo'ladi. Bu oilani ajrashib ketish ehtimoli oshib ketadi. Va u qiz ham agar yozib beradigan bo'lsa, avvalambor qizda ham xavotir uyg'onadi. Erim xohlagan vaqtida xohlagan ishini qilishi mumkin, menda hech qanaqa davoyim bo'lmas ekan degan ichki xavotir paydo bo'ladi. Shuning uchun bu nikoh shartnomasi emas, bu bir taraflama tilxat. Bu noto'g'ri narsa. Avvalambor bu qonuniy kuchga ega emas. Shuni ham inobatga olish kerak. Bu faqat qo'rqituv vositasi hisoblanadi. Bunaqa uylangandan ko'ra o'g'il bolalarga undan ko'ra uylanmay qo'ya qolsin. Bunaqa qo'rquv, xavotir, ishonchsizlik bilan uylanadigan bo'lsa, xotiniga tilxat yozdiradigan bo'lsa, undan ko'ra uylanmay ozgina sabr qilsin va o'zini haqiqiy juft halolini topishga intilsin. Chunki hayotda eng asosiy qaror insonlarning o'zini juft halolini topish va unga uylanish yoki erga tegish qarori insonlarning eng asosiy hayotidagi qaror hisoblanadi.